Dersini 2 kun analiz qilamiz. Har qanday savollarni dadil so'zsam bo'ldi muzokara topida. Men vaqtimdan chiqishi amalga chiqarib sizlarga amra bo'laman. Suyimli saboqdoshlar, yaxshi turdinglarmi? Oldi bilan sizlarni rinqi qilaman. Rinqi deganimiz itiraf qildigan bundaq. Maqtayman deganning maqtayman emas. Azroq itiraf qilaman. Gerçi men hozir qadar sizlarni o'tgan qatim degandek tash yo'lga gultirgil bo'lmaydi, shu tash yo'lni bo'shtish bosqichi deb o'z ko'nglimda men sizlarga hech nima o'rgatmadim deb o'ylagan bo'lsam-mu, shu hech nima o'rgatmaslik jarayonida ba'zi ballada hech bo'lmaganda yaxshi bir tafakkur shakllanibdi. Men ayrim yezib, o'z to'g'risidagi analizini ko'rib, men hayron qoldim. Shundaq to'g'ri analiz qila olgan. Bu xil analiz xili psixologlardami texe shakllanmagan. Chunki psixologiya odamning o'zini yengish, o'zini davolashdan boshlandi. Sen bir bemorning his tuyg'usini o'zingda his qilmay turib, uningga nimali desang oqmaydi. Shunga bu jihatdan men itiraf qilaman. Ismlatmayman saboqdoshlarni. Hamda ayiblayman. Sizlarni piping qildigan yerim bor. Piping emas, taklif. Men bugundan boshlab sizlarning ishinglarga asta-asta az to'la bilimlarni qachlashga boshlayman. Hamda bugundan boshlab. Bu jarayonda siz tuyuqsizlar kun dağlıtanlar tuyuqsiz birim to'lgandek his qilib qolsalar hamda. Bu xil his tuyg'usildi bir xil yurgandek tuyg'u paydo qiladi, bilgandek tuyg'u paydo qiladi. Ammo sizlargizmi men yurib ketdim, men bilib ketdim degan so'z iboralar ishlasang bo'lmaydi, ha? Sizlar faqatla az to'la bilayotgandek turma. Pishki bildimmi, nima? Azaraq yurgandek his qildim degan orqali hissiyotni ifodalasang bo'ladi. Hissiyotni ifodalasang bo'ladi. Chunki yaxshi o'qituvchi bir onaga o'xshaydi. Uning asosiy vazifasi balaganing og'ziga tomoq silib, uning biologik ehtiyojini qondirish emas. Eng muhimi uning bilan o'sib cho'ng bo'lish. Bundaq bolalar bek kuchli cho'ng bo'ldi-da, sog'lom bo'ldi. Şu an men sizlar bilan birini o'rgatish emas, men billa sizlar bilan bu jarayonda billa mangman. Chunki men yaxshi ko'raman. Chunki mening butun hozirgi hissiyotim nima deganda, shu meni tanlab, mendan bir narsa o'rganaman degan mush bolani men o'zimning 40% tek qila olsam, birinchi bosqichda men utaman deb qarayman. Hem uningdan keyin hech qanday ish qilmasammi, shu mening o'quvchilarim men uchun o'zligidan nurg'un boylik yaratib turdi deb qarayman. Chunki bundaq deyishim asosi bor. Bugun bir faoliyat qildim men. Bu faoliyatni qilgan qiz bola shu bizning oramizdagi bir saboqdosh. Men qiz bola bormi shu topda, ismini demayman. Çünkü onun şirketi bo'lganligi uchun ismini deyishni to'g'ri topmadim. Bu qizol qachon bo'lsa, "Voy ma'lim, mening bugünkidek mush kun kelishim, bugünkidek mundav jiq pul tepishim." Bu qizolning ilgari axirolab 5000 dek vakolatchim bor deydi hamda. Bu gapini yerimdan bilib etsek, 2,5 bo'lishi mumkin. Yoki 2000 dan oshgan bo'lishi mumkin-da. Hech qanday deydi bu qiz bola. Voy siz boyliqim siz ekan. Bu nima deydiganda bu qiz bola? Deb qo'yayotgan o'xshaydi. Yoki sen shu bir leksiyalarimni anglab, nima qilayotgan o'xshaydi debdimi? Bugungi faoliyatda bu qiz o'zining vakolatchilariga so'zladi. Shu vaqtda ondan bu qiz bolaning asliga parasken dedim. Chunki bu qizmi shu 10 yilning oldida men bir qo'milg'a berib dars o'tgan leksiyada yo'qmi. Shuning ichidagi bir leksiyasimning
faqat birisinla, bir hikoyani 3 sahar deydigan narsa bordi. Bağlanıp qilish, masalan, ayollarning boylik va xushallikni erimdan olaman deblar butun pas peshaydiganligi natijada erini muhtiriydiganligidan iborat bir narsani tushundiradigan bir misol bordi-ku. Shu misolni dapirib keldim. Shu qizal degan ism keldi mening 10 yil burun mening ismim qalamdi deysizlar. Shuni tutib olib, shuningdagi bir hikoya bu qizalni qattiq bir hayajonga solib, bu qizala birinchi yerdan ajrashib, ikkinchi yerga to'y qilib, o'xshash chiqib başlanğa. Hatto meni shu deylerimni, kuratqinni ko'z urib, sen mushadimning nimasini anglab, sen mushadimni yaxshi ko'rib qopsa, sen mushadim seni saran qilib qo'ydi deb, sen men bo'ysunmaganlab ketding deb urib, ilgari oxiri 10 qitim optida deyimni ko'rmadi. Chunki o qizga ashlikshada bir hikoya tasdiq ekan. Bu qizal o'zgarib, buning payisini ko'rgandan keyin nima ish qilibdi desa, ash hikoyamni o'z betil so'zlavergan gap. So'zlab nurg'un xotini jig'olgan gap bu qiz bola. Atrofiga nurg'un odam jig'ilib ketgan gap. Uni hammasini deyli qilib, u orqali shirkat qurib, nurg'un boylik tepdi-da, bir hikoya bilan. Bu nemish ki bu qiz bola u hikoya orqali pul topa oladi degan, chunki o qiz bola o hikoyani tushunganda. Tushungachga o hikoyani o'zining tili bilan moslashtirib, misollar bilan tushuntirib u rost narsada, o qizning hayoti o'zgarish paydo qilgan emas. Shu vaqt kelsa, sizning ma'lum bir jumlani tushuntirish orqali boylab ketishingiz mumkin, bir tal jumlani jima. Chunki sizlar iglik yordami kelgusida utqaziman deykansizlar va yoki psixologiya kasbida utqaziman deykansizlar va yoki atrofingizda kishilik munosabat utqaziman deykansizlar. Nima bo'lsa bir qonuniyat, bir oddiy bir qonuniyatni bilib qo'yinglar. Biz igizga o'rilmoqchi bo'lsak, igizga chiqmoqchi bo'lsak, hargiz ojiz, yiqilib tushadigan o'rindiqqa yoki qog'oz paxtiq deslamaymiz. Biz cho'qim tosh, mazmut bir nimaga deslashni tanlaymiz-ku. Hech kim putulinishib qolgan narsaga deslamaydi. Bu iglik yaratqushlar birdan-bir bilish tegishli ish. Chunki sizga ergashmoqchi bo'lgan odam uchun siz degan bir tosh. U hargiz sizga ergashib, sizga hissdoshlik qilish uchun ergashmaydi. U faqat ko'nglida sizni o'zidan kuchli o'ylaydi. Shunga ningishib qolganlikka biz ishonmaymiz, deslamaymiz. Mana shunday ahvol. Xuddi Tavdojingda aytgandek, eg'ir nas ostida, yenik ustida degandek, bu yenik kishilar ashundoq o'zi daslab egizlash uchun o'zining kuchli odamimiz deydi. Shuningdan mol setib oldi, shuning gapini anglaydi, shuning ergishidi. Shunga ma'lum bir nuqtaga kelgan vaqtda qandaq bir holatni shakllantirishing kerak desa, dal ana shundoq oshlar desisimi ko'taradigan bir holat shakllantirishing kerak. Agar sizning ikki odam desligida kuching bo'lsa, ikki odam ergishadi. 100 odam desligida kuching bo'lsa, 100 odam bo'ladi. 1000 bo'lsa 1000. Bu vaqtcha bo'lsa odamni tabiiy sizga ergish iglik yartaman desanlarmi? Sizlik ishindi. Ishinish degan narsa. Ishinib dasladim deymiz-ku. Lınışıp qolgandikinlar hamda o'zimizning shundoq bir xil mustahkam bo'g'inni qandoq bilamiz desa, qandoq bo'lgan shundoq bo'ldi desa, bugun masalan bugungi darsim orqali sizlarni men bugungi o'zingizga qaraganda azroq mustahkamlashtirib qo'yman. Kuchlantirib qo'ymanda. Azroq yuzingizga nur keldi. Nemish nur qandaq odamning chiroyida nur bo'ldi? O'zga ishniq odamning chiroyida nur bo'ldi. Qandaq qilsak o'zimiz ishniq odam bo'lamiz? Nayt oddiy. Boshqalar bilmaydigan narsani bilib olsak, tabiiy biz o'zimizga ishnigan bo'lamiz. Nayt oddiy bu amaliyot. O'zga ishnish qandaqdir iroda bilan bo'lmaydi, amaliyot bilan bo'ldi. Sen boshqalarda yo'q bir narsa senda bo'lsa, sen tabiiy o'zing ishingsan. Mesela kuchonli tang birisi keldi. Uning qo'lda hech nima yo'q. Ammo sizda bir kalt tekib qolsa,
Siz qo'rqmay tursizlar-da, o'zingizlar ishinsizlar. Chunki aningda yo'q bir narsa bo'lgandek. Shunga biz boshqalarda bilmaydigan bir narsani bilgan vaqtimizda tabiiy o'zingizlar ishinsizlar. Buni deb jo'shning hojati yo'q. U bilguningni demasanglarmi? Aşı bilishning orqali shakllangan o'ziga bo'lgan ishonchning orqali shakllangan nur jingdinglang tabiiy kishilarga ta'sir qilaverdi. Ular sizlarni nima yaxshi ko'rdig'ini, nima agishtig'ini o'zim bilmaydi. Ammo amaliyot bu yerda istiqiylik deganimiz o'zi bilib bilmagan holda uchur almashtirish vaqtida men seni yetaklay olaman degan uchurni og'zinglar orqali bermaysizlar, badaning orqali o'zligini ifodalaydi. Bu joninglarda. Shunga bugungi darsni qayta anglash kerak. Undasa biz men bir topshiriq bergan 2 kunning oldida, ya'ni 2019-yil ishlangan Shoucho qiziqchi degan filmni ko'ranglar deb. Men bugun yangi saboq tashladimmi? 3-4 bor. Bu saboq tashladimmi? Psixika bo'lgan qiziqishi intayin kuchli. Shu sababli ular balkim bu kinoni ko'rmagan bo'lishi mumkin, ammo ko'rib to'liqlab bo'ladi. Biz mush kinoni analiz qilibsizlar. Yomon emas analiz qilibsizlar. Tuyg'unli yaxshi, ammo naq joyiga vangni uranmabsizlar-da. Buning jiltizi bor. Men bu jiltizini deb berma, keyin o'zingizning to'plarda mushu men degan narsani ota-onalarga tushundirsanglar bo'ladi, ha? Avval o'zingiz tushunib olib. Bu qiziqchi degan kinoda nima ideya ilgari surilgan desa, nurg'un ota-onalar bolalarni o'zini xushal qildigan, bolaning emas, o'zini xushal qildigan bir qurolga aylantirib olganda. Chunki o kinoda bolaning o'sib yetilishida ona doim nima ish qildi desa, anasını onun oğul do'sti qayash xorlaydi, urdi. Shundan u bir xushallik izlayman deydi, qarsa u bolaning o'zining bolasining kulishidan xushal bo'ldi. Shundan bu ana qachonda ko'ngli yerim bo'lsa, shu bolasining kulishi uni xushal qilganda ekan, uni kulpa deydi-da u. Kulpa deydi. Bola dastlabda onasi xushal qilish uchun yolg'ondan kuldi. Qo'rqsimi kuladi, chunki onasi endi qo'rqinish o'g'ida tayoq yeganda. Bola qo'rqaydi, ammo qo'rqqanni onamni xushal qilma deb kuladi. Keyin bu ona texmi vashilishib, bolani hatto kulpa deb urdi. Bola tayoq yeydi, kuladi. Oxiri bolalikdagi bu xil narsa takrorlanib, eng oxirida bu nim kasalligiga giribdor bo'ldi desa, Tret kesli deymiz buni. Buni Hindistonlik qiliqi bir Amir Hamma shuningmi bir Tret deydigan bir kinosi bor-ku. Bir ayol kishi ishlagan bir kino va bir o'qituvchi o'lman deb ish o'qituvchilik olmaydi. Chunki u gap qilib o'tiblar, so'zlab deb so'zlab ketgan Tret deydigan kasallik qoldi. Shoucho qiziqchi desa, bumi kichik vaqtida qish kulgan vaqtda qo'rqqan, onasidan tayoq yegan vaqt bo'lg'achqa, qachon hayajonlanib ketib qolsa, qo'rqsa, tayoq yesa, azoblansa, kuladigan bo'lib qoladi, tretkislar qoldi. Shunga farzand tarbiyasiga eng chong xatolik nima esa, ma'lum ota-ona o'zining bolasining ma'lum bir xarakter va yoki mijoz, qiliqlarini yaxshi ko'rdi, xushal bo'ldi. Ammo ota-ona bir narsaga diqqat qilmaganda, u bola shu tunji vaqti shuni qilganda o'zi xushal bo'lgan bilan, keyin onasi uchun qilsa, u bola uning xushal bo'lamdi, bo'lmamdi, buni diqqat qilmagan. Chunki ota-ona men xushal bo'lgandan keyin bu xushal bo'ldi deydi, amaliyotda bola bezor bo'lib ketadi. Shun bola hiliq qilib deymiz. Bola xushal bo'lmaydi, onasining xushalligi uchun qiladi. Amaliyotda bola u ishdan xushal bo'lmaydi, balkim bezor bo'lishi mumkin, ammo bezor bo'lsin, amal yo'q, onasi xushal qilman deb qilaverdi. Natijada bolaning aslidagi holati bilan xudsizligiga o'xshaydi. Onasini xushal qilish uchun yetildigan harakatlari, onasini xushal qilish uchun yetildigan ba'zi qiliqlari o'rtasida farq shakllandi. Keyin bu xil qilib nimaga o'zgarib ketadi degan vaqtda jamiyat chiqqanda aslidagi meni yushirib, boshqalarni xushal qilish uchun
o'zi xohlamisimu ba'zi harakatlarni qiladigan qiliq shakllanadi. Bu qiliq davomlashaverganda aslidagi men bilan boshqalarni xushal qilish uchun shakllanadigan qiliqlar o'rtasida paydo bo'lgan gap. Shu nurg'un odamlar o'ylag'inni demaydi, balki o'ylagan gapini demaydi, balki yaxshi gapini deydi. Bu yerda o'ylagan gapi uning rost gapi. Yaxshi gap degan cho'q desa, qarshi tarafni xushal qilish uchun. Buni biz ko'ngilchak deb boqamiz va yoki boshqalarni oyash deb qo'yamiz. Amaliyotda bu xil tasvirlarning hammasi nimaga o'xshaydi desa, xuddi sugalga zinoq deb ism qo'yib olib, asli nayt ojiz, qo'rqinchoq, ziyonli xarakterga zinoqdan iborat. Boshqalarni oyash, boshqalarning ko'ngli oyash, ko'ngilchak, xijilchan degandek zinoq deb ism qo'yib olg'achqa natijada harakatlarni o'zgartmaydigan gap. So'ng bu yerda sizning aşağıda o'ylig'ingizni qo'yib, garchi xohlamasingizmi, boshqalarni deb o'zingiz xohlamagan ishni qilish bu zodi sugalmi, zinoqmi? Mushkipim inson to'sin, sugalmi, zinoqmi? So'ng hatto eng oxiri kulimsirang degan gapni go'min qilib ketadi. Nima ish qilsa bu jingning emas shu amaliyot. Funing emas ma. Ondaqsa biz endi darsning maqsadiga kelaylar. Jingning degan nima? Yolg'on funing degan nima? Endi men tibki psixologiyadagi muhim bir nazariyani so'zlayman. Inson do'stim psixologiya bir ilmiy fan. Har qanday bir narsa tajribaxondan o'tgandan keyin, oningdan keyin isbotlandi. Shunga men so'zlash jarayonida har xil jingdiyan bo'lgan psixikalik tajribalarni so'zlab bermasligiga. Har bir tajriba asliga bir daraja o'zingni va kishilarni tushundirdi. Ham sillim keyin so'zlaganda butun tajribani asos qilib so'zlaysizlar. Bu vaqtda oningdan keyin nimani so'zlash, nimani so'zlamaslik aniq bo'lgan gapda nuqtanglar. Shu hozir men psixika bir nazariya so'zlayman, bir muhim bo'lgan bir nazariya so'zlayman. Insonlar qo'lonliga qalam elinglar degan, qalam qog'oz. Mening hozir qo'limda qalam qog'oz bor. Men deb turman, men sizman, sizlarmi men deganimni sizinglar, aningdiki men sizg'inimni avatib turman, aningdiki men sizg'inimdan sizlarga o'xshamdi. O'zinglar nim qilinglar. Agar o'xshamay qolsa, moyetlik o'xshamay qolsa, meninkini o'zgartirib olsizlar. Agar chobida o'xshab qolgan bo'lsa, demak men sizlarga to'g'ri tasvirlab berdim degan gap. Birinchi o'lab biz Jingning demisimi, xuddi bir odam kunda atdiganda qo'pab, shu dunyoga bir nima chachidi-chu. Ondan uni kechda yoki erta yoki o'g'in yig'ib oladi. Xuddi sizlar nafasdan keyin texnika, endi bu nafas texnikasi bir texnika. Buni o'rgatganda texnik inchiq so'zlab beraman. Xuddi qilib sumirib, qilib chiqargandek. Chiqarganini sumirsizlar, sumaginini chiqirsizlar degandekda. Shunga aytganda taqatgan narsanglar jingning bo'lsa, erta yoki o'g'in yig'ib oldiganingning bo'lsa, butunlay omad boylik olib chiqadi. Etdiganda yoki taqib etdiganda deb mundaq simul tushuntiryapman-jimi? Hamma 24 soatning hammasi taqib tursizlar buni. Hatto uxlayotgandim taqib tursizlar. Men dumalaqa tushunish bo'lsin deb etdiganda taqib kechga yig'ib olsam deyapman-da. Shunga jingning taqish rost muhim narsa. Undaqsa bu yerdagi jingning qandoq taqitimiz deyishdan burun jingning nada bo'ldi deganni bilishimiz kerak. Undaqsa hammalar qulog'lik qalamni elib aqvaraqqa bir dona siziq sizinglar. Sizganning ostiga Uyg'urcha yozsanglar bo'ldi, aktiv energiya deb yoki bo'lmasa davlat tilida jingning deb yozsanglar bo'ldi. Ondan bu siziqning ustiga funing deb yozinglar. Funing. Yani funing degan pasif energiya deb yozinglar. Ustiga siziqning ustiga funing deb yozsizlar. Ondan keyin funing degan so'zning ustiga bayatin qo'qsha yana bir siziq sizinglar.
Hamda u siziqning ustiga, fununliang degan ustiga sizni emasmi? Uning ustiga yolg'on jingningliang deb yozib qo'yamiz. Yolg'on jingningliangda. Yani ja jingningliang sanım buldu. Demek maya adamda siziqsizlik ma'nomda xato sızıp qo'ymasliklaringiz uchun men mana bir avat yutay, ya. Mendek sizdinglarmi yo qanday sizdinglar? Demek bu yerda biz shuni narsani bilyapmizki, jingningliang ostida uning ustida funningliang bor, uning ustida yolg'on jingningliang bor. Demek bu yerda yolg'on jingningliang esingda bo'lsin, kuchaygan siri funningliang kuchaydi degan gap. Fununliang kuchaygan siri bu yerda xuddiliqi sunukungning taqqa bostirib qo'yib, hamda qo'pay desa, iliqi Amitaba uningga bir qog'oz chaplab qo'ygandek, fununliang nima desa, dal qog'ozda mao ostidagi jingningliang sunukungda. Demak, sining fununliangni mao yolg'on jingningliangni kuchaytgan siri natijada qanday bo'ldi desa, natijada haqiqiy fununliang yolg'on aktiv energiyani sil kuchaytgan siri pasiv energiya kuchayib mangdigan gap. Ham pasiv energiya kuchaygan siri odamlar yolg'on aktiv energiyani kuchaytiradigan gap. Bu yerda bir yomonlish chambarak paydo bo'ladi. Mana nazariya, ilm misoldan tushuntirma. Natijada eng ostida qolgan mao haqiqiy jingningliang bo'lsa, buning chiqish imkoniyati intayin tuvan bo'ldi degan gap. Demak, odamlarni qilib jirayotgan nima desa, yolg'on aktiv energiyani kuchaytirish orqali natijada ustidagi mao qishni yo'g'ontib etdi-da buni. Yo'g'ontivergandan keyin fununliang uyg'onib ketdi. Fununliang uyg'ongan sir qo'qab yana yolg'on aktiv energiyani kuchaytdi. Natijada mao haqiqiy aktiv energiyaning chiqish nisbati intayin tuvan bo'ldi deganlik. Bunda chiqqan vaqtda eng ostidagi jingningliangni sunukung deysizlar. Sunukung. Mao fununliang uning ustiga pasiv energiyani sunukungning ustiga tog' deysizlar. Tog'. Tog' ko'tarilib ketsa sunukung chiqadi asli. Eng ustidagi yolg'on aktiv energiyani Amitabaning iliqi xiti deb tushunsizlar. Bunda bo'lsa, nimish paydo bo'ldi desa, Amitaba mao iliqi xatni urib etdi, natija tog' ig'irlab ketdi, natija sunukung qat'i chiqamadi. Manda tushunsanlar bo'ldi. Masalan, buning biz muzokara to'pimizga bir misol deylik. Men muzokara to'pi dedim. Odam intan yuqori bilimga ega bo'lganda, bilimlik bo'lganda haqiqiy oqko'ngil odam bo'ladi. Oqko'ngil, haqiqisiz oqko'ngil bo'lash qanday bo'ldi deganda, birisi yiqilsa, yerga puti sunsa, sizningmi putingiz og'irg'idek daraja keldi dedim. Bundaq gaplar jiq. Ya'ni bundaq qaramoqqa to'g'ri gaplarda bu. Amlit qaramoqqa emas, to'g'ri gap. Ammo bu asli oning put sunsa, siz voyjon putum deyvaganga oqko'ngil olmaysiz. Ammo haqiqiy oqko'ngil bo'lgan vaqtda ashundoq bo'ludi degan gap asli bu. Men deganim mush alomati deganlikda. Ammo hargizmi yolg'ondan birisining putini nima qilsa, voy mening putim og'irdi deyvasang, sen oqko'ngil bo'lgan bo'lmaysan. Mana bu nima desa, nurg'un silning ijtimoiy muhitidagi eng og'ir xatolik. Shu nurg'un vaqtlarda odamlar yaxshi odam bo'lish uchun yaxshi odamni bo'lgan alomat sifatlarni do'raydi. Chunki hamma odamning yaxshi odam bo'lg'isi bor. Nimishqa xuddi Joker o'xsha, ayni vaqtda yaxshi bola bo'lish uning hayot mamoti bilan munosabatli bo'ladi. Nimishqa desa,
yaxshi bola bo'lsa kallisida kichik bolaning. Yaxshi bola bo'lsa, onasi qo'shiladi, onasi qo'shib bo'lsa, yemeklik yurdi, hayot qoladi. U onasiga yaramay qolsa, ya'ni yaxshi bola bo'lmasa, onasi ochiqlaydi, tomoq yemayman deydi, putun sundirib yutaman deydi. Uning yomon bola bo'lishi ocharishlikdan o'lishni keltirib chiqardi. Misolda endi bir bolaning kallisida. Hamma odam yaxshi odam bo'lish uchun tirishadi. Ammo qanday yaxshi odam bo'lganligini bilmaydi. Ammo qanday bo'lsa yaxshi odam bo'lganligini bildi. Men gapimni qaytlab anglanglar. Qanday qilsa yaxshi odam bo'lganligini bilmaydi. Ammo qanday qilsa yaxshi qanday bo'lsa yaxshi odamdek ko'rinadiganligini biladi. Demek bir adam qanday qilsa haqiqiy aql bo'lganligini bilmaydi, ammo aql odamning bayatini degandek bir odamning ko'ngli og'risa, uning ko'ngli og'riydigan ashundaq alomatini bildi. Natija nurg'a odam nima ish qildi desa, dal saxta bo'lgan, yolg'on bo'lgan bir aktiv energiyani, ya'ni birisinin ko'ngli yerim bo'lsa, adash mening ko'nglim yerim bo'ldi. Sen baxtini topsang, men baxtimni top. Men xuddi baxtini topgandek his qilaman. Sen pul topsang, men pul topganga o'xshash, baxo'sh bo'ldim. Bular amaliyotda haqiqiy bir yuqori bosqichdan keyin shakllangan alomatdi. Ammo odamlar texi u bosqich bormay turiblar, mushundaq haqiqiy nocha odam bo'lgan alomatlarni nima ish qildi desa, zo'lab shakllantirdi deydi. Natijada bu yolg'on aktiv energiya nima ish qiladi desa, kuchaydi. Yolg'on aktiv energiya bu xil nimiz kuchaygan siri nima ish bo'ladi deganda, u o'zining qalbidagi hasadxo'r bo'ldi odam. Ishchamon bo'ldi. Asli bazxo bo'ldi. Birisining amal bor, uning oqib qilishini o'ylaydi. Asli shunda uning qalbi. Kuchib ketadi ondan. Chunki butun dunyodagi odam olgan o'zini oldi olmaydi. U hargizmi o'zining eng yaqin do'stining baxtini ko'rganda, u xush bo'lmaydi. Bearam bo'ladi. Ammo bu bearamligini ifodalsa, u kishilarga yaraydigan yaxshi odam bo'lmay qoladi. Natijada u nima ish qildi desa, yaxshi odam bo'lish uchun o'zining aslidagi holatni ifodalamasdan, balki yolg'on bo'lgan aktiv energiyalik so'zlarni qiladi. Natijada bu xil aktiv energiya so'zlar uning ichki dunyosidagi aslidagi ojiz bo'lgan hasadxo'rlik, ojiz bo'lgan bazxo'rlik, insonda bir normal bo'ladigan salbiy xarakterlarni natijada kuchaytiradi. Sizda hasadxo'rlik bo'ladi, normal. Sizda hatta shahvanlik bo'ldi, normal. Uruqlik bo'ldi, normal. Nurg'unligan o'tkazib qo'ygan xatoliklarınız bo'ldi, normal. Yoki o'ylaringizda g'alita odamning kallasiga sig'maydigan o'ylar bo'ldi. Men o'tganda dedim, ba'zi qizlarning dadisi yoki akasi bilan muhabbatlashib tushib qoldigan ishlar bo'ladi. Masalan, buni desa, odamlar cho'chib ketish mumkin-da. Ammo uningda ashunda xiyol bo'ladi. Chunki bir qiz dadisiga cho'ngbay qiladi. Ammo u dadisiga cho'ngbay qilib, uning bilan to'y qilib muhabbatlashib bo'lmaydiganligini biladi. Natijada bu o'ylarni u bosadi. Bosadi. O'g'il bolami onasi bilan muhabbatlashib to'y qilib tushib qoladi. Ammo reallikda unda o'ylaydi. Ammo u kallasida bunda o'ylasam bo'lmaydi. Chunki bu normal odamning uy emas, yaxshi odamning uy emas deb bu xil o'ylarni bosadi degan gap. Funolyanni bosdim deydi. Bu funolyanni nim bilan bosadi desa, ilmen deb birma, odamlar bu xil funolyanni qaysi harakatlar bilan cheklaydi, cheklagan siri funolyan. Ya'ni o pasif energiya kuchaydi degan hozir so'zlab birmanda. Shuna mush bosqichga kelganda birinchidan bilishing kerakki, odamda bizning ko'z qarashimizdagi nachar bo'lgan ba'zi hissiyot va xarakterlar bo'ldi. Men bayatni dedim, ochiq qilib g'azablanish, hasadxo'rlik qilish, shaxsiyatchilik, bular bo'ldi bu juma bu narsa. Ammo bu narsalarning ismi yaxshi bo'lmag'achqa, ya'ni bunda xarakter bor odamlar nachar odam deb atalganlik uchun odamlar dal bu xarakterni yo'qotish emas, bu xarakterlarni yushirish qitirishidi. Natijada yushirilgan va bostirilgan bu xil passiv
bizning ko'z qarashimizdagi nachar xarakterlar kuchayib mangdi. U kuchaygan sir odam vuduqidi, tashvishlandi. Chunki ichki dunyosi o'zini bildi. Anandan bu yolg'on aktiv energiyani kuchaytirdi. Bu kuchaytirishning shakllari qanday? Masalan, hasadxo'rlik kuchayib ketayotganda odamlar buni besish uchun men degandek proksiyani ishlatish mumkin. Ya'ni boshqalarni to'xtamay hasadxo'r deb tillaydigan bo'lib oldi. Chunki boshqa hasadxo'r deganlik men emas deganlik. Nemish bu hasadxo'r to'g'ri so'zlayverdi desa, onun hasadxo'rlik tuyg'usi kuchayib ketgansa qo'rqib ketib buni bosaman deb boshqalar hasadxo'r deyishar, men emas deb o o'zining qalbidagi aql inkasqa qaytirib mo'jim beryapti. Hani ba'zilar cho'sa o'z hasad qilgan odamga alaydi, yaxshi muomala qilib ketadi. Jenamadash, sen xo'sh bo'lsang men xo'sh bo'lman davirdi buni. Davirdi. Nima qilsa, chunki aning hasadxo'rlik kuchayganda xuddi sunukun o'qupens birini besib etgandek, uni besiverdigan gapda. Yani ba'zilar kuchib uning hasadxo'rligi, uning shaxsiyatchiligi kuchayverganda, u hatto nima qildi desa, hasadxo'rlikqa zarb beradigan, kishilarni yaxshilik yetaklaydigan ustoz bo'lib olish mumkin-ku. Tashviqotchiga aylanib oldi. Qo'rqib ketib o'zidan. Hasadxo'rlik yaxshi emas, bundoq, asli bundoq bo'lishinglar kerak. Yaxshi odam shaxsiyatsiz bo'lishinglar kerak. Minnatdorlik tuyg'un o'stirilish kerak. Davrdi cho'p. Qo'rqaga nima qilsa, chunki fununlar kuchaygan siri u uni bosaman deb ma'qul harakatga o'takadigan gap. Ammo buning bilan uning ostidagi tosh yana yo'g'naydi. U bosqan suygandan texim tashvishlandi. Bu xil tashvishlarni u besish uchun qanday qildiysa, hatto bir qism odamlar qarg'ularcha dinga kirib olish mumkin-ku. Chunki o salohiyat orqali men undan nachar odam emas, men salohiyatga erishdim degan holatga kelish mumkin. Ammo u holatga kelgan siri u yana kuchaydi. Natija u texmi qo'rqib boshqani tillaydigan bo'lib oldi, nasihatxo'r bo'lib oldi. Hatto texi bu bir qism odamlar jamiyatga buzg'unchilik keltirish mumkin-ku. Nimish qadisa, men ashunda emas degan isbotlayman deb. Ma'lum bir odamni ko'rganda yoki o'zingizning ma'lum narsani to'xtamay da'vat qilinglar, amaliyotda dal ashning aksi bo'layotgan osting'ildagi heliqsil nachar deb qaragan normal nachar xarakteringlarni bosqanda. Masalan, bir ayolda shahvonlik paydo bo'la qoldi. Boshqa birisini yaxshi ko'ra qoldi. Ama bu normal iş ayollar uchunchu. Bu cinsiyetning aslida bor narsa. Chunki 4 yosh vaqtdan boshlabla o'g'il qizlarda cinsiyet qo'ygan inkas paydo bo'ldi. Ammo bizning cho'nglar bo'lsin, atrofdagilar bo'lsin, buni nihoyat qilin yoki bo'lmasa buni nachar ish deb qarag'anlik uchun odam o'zidagi bu o'zgarishdan qo'rqa ketadi. Natija bir qismlar nima qildi desa, dal boshqalarni aytmaydigan bo'lib oldi. Qaylar amanda qilibdi, mamanda qilibdi, atala qarabdi, anda qilib, mamanda, ayolni qaylar kiyingini qaraga anda qilyapti, uchib bizimki yo'q davrdi. U degan nima desa, men emas deb kuchaverdi. Men emas degani amaliyotning qalbidagi onasi kuchib ketib qolgan gap. Shu amaliyotda normal sharoitdami ba'zi ayollar va uch-quchuq qilin gapni qilaverdi. Bular reallikda normal. Hech qanday bu ifodalamagan ayollar xatarlik. Ular aql jinsiy energiyani kontrol qilolmaydi. Demak, balkim sizlarga butunlay axloq to'g'risida to'xtamay tashviq qilayotgan odamlar kechda balkim seriq film ko'rish mumkin-da u. Mushunga o'xshash. Ammo biz psixologiyada bir odamning nima degan bo'lsa, dal u deganning qarshisini qilganligini bilamiz. Shun sizga bir do'stinglar tuyuqsiz bek yaqinchilik qilib kelsa, dal bu do'stingning amaliyotda sizga hastining kuchib ketganligi, o'chmanligining kuchib ketganligidan derak berdi. Chunki o tuyg'uni bosaman deb, unda sizga tuyuqsiz yaqinchilik ketadi. Shuna tuyuqsiz ajoyib yaqinchilik ketgan odamlardan 100% chatoq chiqadi, sizlar bulardan cho'qim nihoyatim orliq saqlashingiz kerak.
Ammo dal aksi sizning hayotingizda ko'nglingiz nimkaz deydigan do'stlaringlar va bular siz uchun eng bexatar. Nimishqa? Hozir deb birma buni. Hatto yana qanday ish bo'lsa, ko'nglining yerim bo'lishini nachar deb qaraydi kishilar-chi. Chunki xuddi bu qiziqchi filmida o'xshash biz amaliyotda balliq vaqtimizda yig'lasak ko'nglimiz yerim bo'lsa, ota-onamiz tillaydi-chi. Kichik turib ma'non qayla qiydig'inni, yig'lig'in, ishqilib bizning qaydash, yig'lash, ko'nglimizning yerim bo'lishini ota-onamiz yaxshi ko'rmaydi. Natijada bu xil ko'ngilning yerim bo'lishini yaxshi emas deb qaraymiz. Shunlar nima ish qilmaymiz? Shunlar xuddi ash filmdagi Joker'dek bakachilar ko'nglimizning yerimligini yushiramiz. Ko'nglimiz yerim bo'lgan sira o'tirashlik berib, o'zimizning ko'ngilning yerim emasligini isbotlaymiz. Amaliyotda kunda o'tirash berib, to'ng o'charda o'zini o'ynayotgan ifodalagan odamlar eng ko'ngil yerim odamlar. Ular o'zining ko'ngilning yerimligini qandoq besishini bilmay, uduqib ketibcha o'g'rining jurib pok-pok deb, ko'ngilning yerimligidan uduqib ketib, ko'nglim yerim emaschi, men qaranglar, men bugun mayada o'ynayapman, mana bugun sen bayli, mana maya. Kunda bordiganlar bor. Bular eng azobliq, eng bichora, ko'ngilning yerim bo'g'indinmi numus qilgan odamlar. Shuna Joker filmida kulishchi o. To'xtamay kuldiganlar bor. Amaliyotda bular nima esa, o'zining ko'ngilning yerimligini yushurdi. Nimish ko'ngilning yerimligini yushurdi? Chunki ko'ngilning yerim bo'lishini xato kishilar meni yaxshi ko'rmaydi u chaqda deb qaraydi. Bu balliq davridagi ota-onaning uning ko'ngilning yerim bo'lgan vaqtini yaxshi ko'rmasligining sababi. Shuningdek, Shepinni ko'rdinglar, men Abletning faoliyatida qatnashib, men buni qo'llamayman deganim. Chunki men ashkab u rasisiyat, meni qo'llagim kelmaydi. Mening bir odamning menda eshib ketishini yaxshi ko'rmayman. Ammo buni demasam-chu degan vaqtda, "Voy, men seni qo'llayman" degan siri aslida qo'llamaydiganim o'ylaganim shu. Ammo qo'llayman degan siri qo'llamaslik texim kuchayib ketadi. Qo'llamaslik kuchaygansa yolg'onni qo'llaygan bo'lib ketaman. Voy, men mansizlik dedim. Xotirjam bo'linglar. Onda debdiken, men menda qildim deb kuchayib ketadi. U kuchaygansa qo'llamaslik idisi texim kuchayib ketadi. Amaliyot chu desa, ashad o'tlaganlikda men eng cho'ng qo'llaqlikda amaliyot. Uning beshi eng cho'ng kun kelganda men qo'llaqlik. Ammo buni men deyishimning hech qanday zo'rlik yo'q. Chunki bu bir tabiiy. Chunki ba'zi odamlar o'zining qo'llamaydiganligini yushirish uchun bo'lsa-mu, bir qo'llagan qiyofat kirish uchun bo'lsa-mu, uningga balkim naq maydonda qo'llash mumkin-chu. Ammo uning qo'llashi haqiqiy qo'llash bo'lmasdan o'zining qo'llamaydiganligini besib yutish uchun qo'llaydiganligini isbotlayapti-da. Ammo boshqa deb jumanglar yana. Faqat misol texim aniq bo'lsin deb men misolni so'zlab beryapman. Bundan sonra dersimiz müşahede kelgan vaqtda sizlar ozto'la yurishlamiydi-chu. Endi bu yerda bir narsa paydo bo'ldi. Undan sonra qanday qilib ma'vo birinchi siziqning ustidagi bu toshni elib yetamiz degan gap chiqdi. Demak, birinchi siziqdagi toshni elib yetish uchun biz uning ustidagi toshni elib yetishimiz kerak. Uning ustidagi toshni. Uning ustidagi toshni qanday elib yetamiz? Mana bu yerda hareket qila olasizlar. Demak, bu yerda birinchi ulab o'zingning o'y va hissiyotlarini ifodalashni mashq qilsanglar kishilik turmushda. Ham yishaz mendek, nim o'ylasang shuni deb, nimis qilsang deyiladigan bosqich bormidinglar? Aslida undaq bir baturalikka boramidinglar? Unda o'lcham qo'yasa qolmaydi. Ammo sinab beqib kerakli sharoitlarda ostidagi qarmoqqa pasib bo'lgan xarakterlaringlarni, shaxsiyatchilik, ishchamonlik, shahvonlik, g'ururlik, ochiq, g'azab, mushtum ifodalasang bo'ldi-chu. Chunki biz psixik sog'lom odam ochiqlanmaydi, o'zini tutib olgan, tamkin degan gaplarni bekchiq anglab olgachga, biz haqiqiy tamkin bo'lishni emas, tamkindek ko'rinishni asos qilib, ochiqlarimizni besib olib, yo qochiqlasam, men menda ulab qolaman deblam mani bossilar bosqon sur g'azabon kuchaydi. Shunga yiyijing, xomushlik eng oxiri
eng oxirda hech qanday sirtqi chiqaranmagan funinglarla darhol nim paydo qildi desa, o'ziga bir zo'r kuch paydo qilibla ulilish keltirib chiqadigan gap. Shunga Yijing degan xatning ingliz tilsi mayli davlat tilidagi nusxasiga qaranglar, uyg'urchada yaxshi tarjima qilinmagan. Ammo davlat tili bilan mavo inglizda yaxshi tarjima qilgan. Amaliyotda shu davlat tilidagi nurg'un so'zlar bek yaxshi tarjima qilingan, mohiyatlik tarjima qilgan. Biz uyg'urcha desa, bekchiq so'zlarni mohiyatlik tarjima qilmaymiz. Butunlay nimasi do'rabla tarjima qilamiz. Masalan, atom deganni biz keyingi darsda ham nima qistirib deb ketdimi? Biz atom deymiz. Amaliyot bu xato gap. Ammo davlat tilida yuanzi deydi-ku, bek to'g'ri gap-ku, ibtidoiy urug'. Qarang, nima degan go'zal. Chunki hali mohiyatni tushunganda atom deganning nimaligini bilgan. Biz uning mohiyatini xo'shaqmay, ham u tarjimonlarning saviyasi yetmagandikin bo'ldi, buni tadqiq uchun atom deb olamiz deymiz. Amaliyot biz tilimiz yumshoq deb olamiz. Bizning tilimiz yumshoq emas. Bizning bilim qurilimiz to'ban bo'lg'achqa atom deganga bir uyg'urcha xat topolmagan gap. Ammo davlat tilida qaranglar, yuanzi deyilgan. Yuanvo bu darsdan keyin maxsus so'zlayman. Hozir so'zlamay turay. Nima aytdim, mana ezib ketdim. Chiqnas bilib olsam bo'lmaydi. Depression. Demak, bu yerda buruqtumliq degan xatni davlat tilida yaxshi tasvirlagan. Ingliz tilida bo'lsa, texnik yaxshi tasvirlagan depressiya. Depressiya deganning o'zi ostiq besish degan gap mana. Nimani ostiq besyapti desa, dal nima desa, o'zining aslida bulayotgan haliqi, men bayatın dedim, ochko'zlik, g'azab, shahfonlik, anandikan g'ururlik, shaxsiyatchilik qatorliq haliqi biz nachar ism qo'yib olgan narsa ostiq bosdi degan gap. Buni ostiq bosqansir bu kuchuydi, bu pasiv energiya kuchib hech qanday sirtqi chiqarmag'achqa ifodalanmaganlik uchun bu ifodalanmagan energiyalar eng oxir nima ish qildisa, pong'idlam ichiga bir ichiga uriydi-da, ichiga portlaydi. Shuning bilan eng oxirda odam o'zi xomushlikning dadini tortgan gap, yoki eng oxiri zishavlan oxirlashning sababi shu. Demek bu yerde biz aniq bir narsani topdik. Jingningliang, sunukung buni elit uchun tog'ni elitimiz, tog'ni elit uchun nima esa, ustiga xatni elitimiz, ustiga xatning hammasi yolg'onman amaliyotda. Shu yolg'onman kuchaygansir ego degan shu amaliyotda. Yani egoni unutib ketganlar, ego degan bag'ansir sizlarga aniqlab ketadi shu. Aslning ma ostidagi toshni bostirman deb qilib yurgan uyangli bilan qarshi bo'lgan so'z harakatining hammasi amaliyot nima desa, qarmoqqa jingningliang amaliyot yolg'on jingningliang, bu yolg'on jingningliang butunlay funoliang kuchaydi. Shunga Joker degan filmda eng oxir chiqqan vaqtda doim ko'l degan xatni o'chirib-ku. Chunki doim ko'l degan gap xushalsizlikning yushu degan gap. Demak, xushalsizlikning yushugan siri xushalsizlik kuchi ketadi. Shunga Joker eng oxirda ko'l degan xatni elib-ku. Elib etganda aningdikin o'zining xushalsizligini eng oxir sahnada ifodalaganda onda rast kuludi-ku, bexosh bo'ldi. Eng oxiri yingshunga aylanib ketadi-ku. Ham u bir utqazishda amaliyotda. Menimcha bu darsimizdan xila sho'xo qildim deb o'ylayman. Xila yomon emas tushundim deb o'ylayman. Chunki sizga tushundirguncha men variqimni ko'rsatib beray. Sizlar tushundirguncha mening variqim mening aylandi degan gap. Demak, men butun hissiyotlarim har bir siziq bir hissiyot shaklida sizga tushundirib oldim men. Demak, sizlarmi har qanday vaqt bir narsa tushunganda qo'lingni qalamda sizib qalayimgan sizsanglarmi, ashim bir xil ifodalash bo'ladi. Eng oxirida men sizlarga bir hikoya deb beray, burunqi bir leksiyasimda bordi. Bir odam bir kuni odamni ketib olsa, bir uydan bir baqiriq ovoz chiqibdi. Meni qutuldiringlar deb. Shu nim bo'lganda deb chiysa, bir odam tuyrukni quchoqlab olibdi. Meni qutuldiringlar deb. Odam so'rabdi, "Nim bo'ldi?" desa, "Men tuyruk tutib oldi" deymish. Amaliyotda tuyrukni tutib olmadi, o'zi tuyrukni tutib oldi-ku. Shu nurg'un odamning amaliyotda mush tuyrukni tutib olib, "Men tuyruk men tutib oldi" degandek, mening beshimda azob keladi degani amaliyot azob uni tutib olmadi, u azobni chin quchoqlab oldi. Bo'ladi, unda darsimiz tugdi.
1 soat orom elib, chunki ba'zi bolalar ma darsni tahi to'liq anglamadi. Anglab bulab, hozir 8 bo'lgan bo'lsa, bir yarim soatdan keyin 9:30dan boshlab muzokara to'pida